29 yoshga kirib tushungan haqiqatlarim. Erkak kishini qadri pul bilan. Kim nima desa desin. Lekin bu haqiqat. Baxt pulda emas. Hamma narsani ham pulga sotib ola olmaysan degan ertaklarga ishonib yurmang. Bu dunyoda faqat ayollar, bolalar va uy hayvonlarnigina hech qanaqa shartlarsiz yaxshi ko'risha oladi. Lekin erkak kishi o'z qadrini doim ishlab topish kerak. Bu yomon emas, yaxshi ham emas. Bu shunchaki hayot haqiqati. Muvaffaqiyatga erishganingizda atrofingizda o'nlab, yuzlab insonlar qarshi echaladi. Lekin ularni ichidan nima o'tayotganini bilganingizda edi, dunyo ko'zingizga qorong'u ko'rinib ketgan bo'lardi. Aslida muvaffaqiyatlarimizga samimiy xursand bo'ladigan insonlar ota-ona va oila a'zolarimiz. Ulardan tashqari yana kimdir bo'lsa, siz baxtli insonsiz. Rejalaringiz qanchalik yaqin bo'lmasin, u 100% amalga oshmagungacha hech kimga lom-lum demang. 99% o'xshab turgan rejalarim butun dunyoga jar solganim uchun tega olib ketgan. Va aksincha, hali o'xshaydimi deb sir saqlaganlarim doim o'xshab kelgan. O'zi muvaffaqiyat nima uchun bo'lishini hech kim bilmaydi. Bilaman deb o'ylaysiz, zo'r kitob bor, Meritokratiya, Успех против удачи degan. Robert James o'qib ko'rishingiz mumkin. Omad faktori inson hayotida qanchalar rol o'ynashini ko'rsatib bergan, qo'rqinchli darajada. Agar tam nervis slabero bo'lsa, kitob o'qish tavsiya qilmayman. Просто tashlab qo'yasiz hamma narsani. Chunki omad roli juda katta. Odamlar просто bu narsani tan olgisi